Bugun sizlar bilan kichkina raspakovkamiz bor. Birgalikda shu 3 ta kitobni raspakovka qilamiz. To'g'risini aytsam, men bu kitoblarni random oldim, hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmayman. Lekin avtorini bilaman, Maria Corelli. Bu avtor Scorp Satani degan asari bor. Menda uni bumajli varianti bor, lekin hali o'qimaganman. Mana shunaqa. Maria Corelli. Ziska Zagatka Zlova Duha. Hozir kirib ma'lumot oldim. Sizlarga aytib berish uchun buyuk muhabbat va qasos haqida ekan. Yozilgan ekan, sevgilisini kimdir o'ldirar ekan, keyin undan qasos olar ekan, adashmasam. Sizlar aytishinglar mumkin, kitobning mazmunini aytib qo'ydingiz, endi qanaqa qiziq bo'lishi mumkin? Qiziq? Nimaga qiziq emas? Qanaqa qasos olgan, qanaqa sevgan, qanaqa o'lgan uni sevgilisi, qanaqa qasos olgan? Bu qiziq-ku. Va albatta raspakovkadagi har doimgi traditsiyam. Hidini sizlar ham his qildinglarmi? Keyingisi o'sha avtordan Maria Corelli. Xo'p, mana Maria Corelli. Hozir ismini ochgandan keyin o'qib beraman. Vendetta или История всеми забытого. Eng oxirgisi 4 ta qismdan iborat kitob raspakovka qildim, lekin 4-inchisi adashib kelib qolgan edi. Esinglarda bo'lsa agar, men o'sha kitobni 4-inchisini boshqatdan zakaz qildim. Bu kitob 4 ta qismdan iborat. Feya Maran, o'zingizlar bilasizlar, o'sha Sen bir olam, men o'zga olam avtori. Bu boshqa kitobi, lekin buni yoshi chegaralangan. Men 20 yoshman. Так что не судите строго. Спаси сердце короля, искупление. Как раз bir kun oldin Разбей сердце принцессы. Bu birinchichasida boshladim. 4 ta kitobi. Ko'pligini ko'rasizlarmi buni? Raspakovka qiladigan kitobim qolmadi. Agar yana shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.